ibn Sirin rahmatullohi alayhi aytadilarki, inna hazal ilmu dinun anzuru amman ta'khuzuna dinakum. Ya'ni zot aytadilarki, albatta mana bu ilm bu dindir. Diningizni kimdan olayotganlaringizga qarangizlar degan so'zlari bor. Haqiqatda din ahli bid'atdan olinmaydi yoinki noma'lum, majhul deyiladi arablarda. Noma'lum bo'lgan odamlardan din o'rganilmaydi. Chunki asli ustozini tayini bo'lmagan, ilmni kimdan olganligi aniq bo'lmagan, o'zining savodi yaxshi bo'lmagan odamlarga farzandlarimizni berib qo'yishligimiz bu nihoyatda jaholatning o'zi desak bo'ladi. Sababi guvohi bo'ldik, qancha quloqlarimizga chalindiki, o'sha yosh, hali aqlini tanib ulgurmagan bolalarga zulm qilishlik holatlari, ularga qiynoq jazolarini qo'llashliklari, bularni bir har xil turdagi qiyinchiliklarga ro'baro qilishliklari bu ilmsizlikdan boshqa narsa emasligini butun hammalarimiz buni anglab bilib turibmiz. Chunki dinimizni biror bir ta'limotida hali aqlini tanimagan bolaga nisbatan bu darajada zulm qilishlik yoki ularni qiynoq darajasiga yetkazishlik bu dinimizga xilof bo'lgan amal hisoblanadi. O'zini bilgan, Robbisini tanigan, haqiqatda Alloh uchun bir harakat qiladigan bandada bunaqangi holatlar kuzatiladi. Shuning uchun o'zimiz farzandlarimizni johilona bir kayfiyat bilan o'zini tanimagan odamlarni qo'liga ilm o'rganishlik uchun qanaqangidir bir xufiyona holatlarda topshirishligimiz nihoyatda noto'g'ri holat deb bilishligimiz kerak.